Qadrdonlar, yeriga selofan solib stejga quygan yaxshimi yoki shunchaki quygan, yerda o'ziga quyib qo'ygan yaxshimi? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada, izohlarda fikringlarni qoldirasizlar. Barchaga yaxshi kayfiyat. Navbatdagi obyektimizdamiz. Xudo xolasa stejga quyish narxlarini yoritamiz. 2026-yilda necha pul quyilyapti stejga degan savollarga javob beramiz. Necha santimetrlikda quyilayotgani haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Albatta mehnatimiz qadrlab mana bunday qilib bitta like bosib qo'yasiz. Qanunda videoni boshladik. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, xudo xolasa mana buni sahnalarni chiroyli qilib qo'yib berdik. Mana zinapaylarni ham qo'yib berganmiz. Gulli qilib. Mana stejkasini chiroyli qilib mana shunday qilib sahnasini qo'yib berganmiz. Hozir xudo xolasa mana bu yoqda yo'l bor. Bu yoqqa qarab, ko'cha tomonga qarab xudo xolasa qo'yib beramiz. Mana shunday qilib to'g'riga mana zinapayalari bilan chiroyli qilib xudo xolasa obyektimizni qo'yib beryapmiz. Ustiga necha pul qo'yib beryapsiz desangiz, hozir narxini aytamiz. Albatta necha santimetr qo'yayotganimizni video davomida ko'rib, albatta narxini ham aytib yoritib o'tamiz. Qadrdonlar, necha santimetrda necha pul bo'lyapti stejkan desanglar, narxini aytib ko'raman. Ko'p gap cho'zib o'tiribman. Ko'rib turgan joylarda setkasi qo'yapmiz. Endi hammanglar bilasizlar, uyda egasi setka bersa tashalardi. Bo'lmasa mana setkasi tagiga salafan solib, ko'rib turgan joylarda 5 santimetrdan 7 santimetrgacha qo'yyapmiz. Ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib. Mashina narxini 2026-yilda 40 ming so'mdan qo'yyapmiz. Arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.